Voy, kim ekan? Bu qizcha kimni kutyapti-kan? Bu axir o'zingiz singiz Madinaxonga o'rtoqlarini kutyapti. Bugun tug'ilgan kuni. Voy, men ham tabriklab qo'yay. Tabriklang, quchoqlang. Singizni bugun hamma Madinaxonni tabrikladi, chunki Madinaxonni tug'ilgan kuni edi. Boshlariga happy birthday degan abadoglarni taqib tug'ilgan kunini nishonlashga keldik. Tug'ilgan kunini qayerda qilib beraylik desam, Evsda deganligi uchun Evsga tashrif buyurdik. Evs sizga yoqdimi? Ha, yoqdi. Juda ham mazza qilib o'ynadik. Hatto Imronbek chilayib bog'ni Madinaxonga ham yutib berishga ulgurdi. Imronbekda shu kasali yomon ekan. Qatta igravoyda ko'rsayoq o'ynaymandirkan. Ha, biz mana bunda mazza qilib uchdik, hattoki uchib ketay dedik. Bir-birimizga urilib ketay dedik. Urilib mazza qilib uchishdi. Zakaz kelguncha kachelalarda uchishib, plashatkada sakrashdi. Madinaxon juda ham xursand edi. Tishini nimaga ko'rsatdi tushunmadim. Imronbek yugurib keldi. Shu joyda Amirni ensasi qotib, Qo'lini qo'liga qo'yib turibdi-kan. opalarini, akalarini tomosha qilib turdi. Mazza qilib kachelani uchib, igrovoy plashatkada o'ynab, undan keyin zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Va zakazlarimizni yeyish uchun qo'limizni yuvib keldik. Hamma o'zi yoqtirgan narsalarni zakaz qildi. Biz dasturxonni chiroyli qilib tuzadik. Va mana bizning zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Biz Bismillah deb yeyapmiz. Madinaxonni kayfiyati ko'tarinki, chunki yaqinlari, opalari, ukalari va 2 dona dugonasi, kennayasi o'g'li bilan tashrif buyurdi. Va mening sezgirligim tutib qolib, senim uchun alohida 7 ta sharob olib keldim. Dilyoraxon bu sharlarni singlisiga sovg'a tariqasida berdi. Singlisi juda ham xursand bo'ldi. Va Imronbek yana eski odati o'yin o'ynash bilan ovora. Eshakni yutolmadi, lekin eshakni yutolmagani bilan bizga smurchani yutib berdi. Mana Smurchani Madinaxonga yana sovg'a qildi. Undan keyin biz parkka aylanishga yo'l oldik. Hammamizning qo'limizda sharlar bor edi. ko'chada hamma shu qizchalarga havas qildi. Va biz istora olishga ham ulgurdik. Jamoamiz bilan mazza qilib, bir jamoa bo'lib, ko'tarinki kayfiyatda parkka kirdik. Biz avtodromda uchdik. Ammam ham uchdilar. Avtodromda hamma xursand edi. Imronbek, Kamronbek, Dilyoraxon hammalari bir-birlariga mashinani urishtirdi. Undan keyin yana Imronbek igravoy plashatkaga bordi. Bundan keyin zaryadimiz tugab qoldi. Keyin Bo'ldi.